Fajr suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 30 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Subi bilan Zulhajjining dastlabki 10 kechisi bilan, Qurbonlik kuni bilan, Arpa kuni bilan, koinotning ajoyib harakati bilan o'tgan kechi bilan qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Parvardigoringning ot kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmidingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, Vadi Qorada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi. Shuningdek, qo'ziqlar egisi Firavunni qandoq jazoladi. Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Hergiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. Malni yerislik bilan nihoyatda do'st tutasizlar. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zamin orqama-orqa tavritilgan chog'da. Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chog'da. Gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chog'da. Shu kunda inson, ya'ni kofir dunyodagi qilmishlarini aslaydi. Bu chog'da aslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadiki, "Qashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chi." Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'lamaydi. Ey aram topquchijon, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. Mening jannatimga kirgin.